do'stlarim sho'xligim. Afsus afsus sendagina qadringga men yetganimda men bag'ringdan uchib ketaman yangi hayotga oq yo'l tanlaysan sen bizga. Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim, xayr, xayr do'stlarim. Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim, xayr, xayr Ishonmasdim necha yillar qalbimdagi tuyg'ularga. Faqat bugun men shuni bildim, qanchalik jonim sen kerakliging menga. Yodimda sen yozgan maktub, beg'ubor sevgi izhori. Aytgim kelar o'sha kunlarga, bolaligimga sen bilan birga maktabga. Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim, xayr, xayr do'stlarim. Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim, xayr, xayr do'stlarim. Xayr maktabim, xayr
Kechagidek yodimda bari, armonlari qiynab o'tadi. Qaytib ketgan bahor singari, yoshlik bizni tashlab ketadi. Kechagidek yodimda bari, armonlari qiynab o'tadi. Qaytib ketgan bahor singari, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. Kimga yoqib baxt chirog'ini, kimga tutib ishq sharobini, qalbga solib so'ng firog'ini. Yoshlik bizni tashlab ketadi. Kimga yoqib baxt chirog'ini, kimga tutib ishq sharobini, qalbga solib so'ng firog'ini. Yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yuzlaring gul, so'zlaring asal, go'zal bo'lgin bir go'zal. Chiroyingga bitguncha g'azal, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yuzlaring gul, so'zlaring asal, go'zal bo'lgin bir go'zal. Chiroyingga bitguncha g'azal, yoshlik bizni tashlab ketadi. Uy egilib oqaradi soch, yomon hislar yuragimdan qoch. Davr ekan do'stlar ne iloj, yoshlik bizni tashlab ketadi. Uy egilib oqaradi soch, yomon hislar yuragimdan qoch. Davr ekan do'stlar ne iloj,
yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Kimdir yoniga izhor qildi sevgisi, mayli ularga Xudoyim bersin baxtim. Ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab
unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni. Rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Tadbirimizni boshlaymiz, Xudo xolasa. Boshlaymiz. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, aziz ustozlar. Bugungi 45 yillik diydor uchrashuvni nishonlayotgan qadrdon sinfdoshlar, barchangizga ushbu tantana, ya'ni 45 yillik diydor uchrashuvi muborak bo'lsin. Beruniy shahrimizning Suhrob kafesida katta shodiyonani guvohi bo'lmoqdamiz. Tumanimizda joylashgan 50-maktab sobiq Hamza maktab nomli 1963-yilgi bitiruvchilarni mana oradan 45 yil o'tib mehribon ustozlari-yu qadrdon sinfdoshi bilan diydor ko'rishib, bolalikni, sho'xliklarga lim-molim maktab chog'larini eslab, miriqib dildan suhbat qilish maqsadida ushbu dargohga jam bo'lishgan. Yana bir bora bugungi diydor uchrashuvi muborak bo'lsin. Qadrdon sinfdoshlari, aziz ustozlar, endi esa ushbu tantanani ochib berish uchun, o'z tabrigini bildirish uchun hurmatli ustozlarimizdan To'xtarboy og'amizni mana shu yerga taklif qilsak-ku, davramizga kelib o'zining chiroyli tabriklari-yu dil istaklarini izhor qilishsa, yana bir bora barchangizga 45 yillik yubiley muborak bo'lsin. Qani mana shu yerga Ali akamizni ham taklif qilamiz. Ustozlarimizni taklif qilmoqchiman. Gulchira opamiz, Dilorom opamiz, Gulorom opalarimizni, ustozlarimiz keling. Qani Ali aka keling. Ustozlar, barchangizga, shogirdlarga bayram muborak bo'lsin. Ilohim mana shunday kunlardan, mana shunday yubileylardan ko'plarini ko'rmoq, qilmoq Allohim nasib qilsin. Ilohim 60, 70, 80, 90, 100 yillik yubileylarni ham nishonlab o'tirmoq barchangizga nasib qilsin. Diydor shirin deyshadi. Ilohim mana shu diydorlashib turmoq har nafasda, har daqiqada nasib qilsin. Ustozlarimiz, albatta bizni ham ustozimiz Hamza maktabdan qanday yaxshi olimalar, shogirdlar chiqqan. Albatta mana shu ustozlarimiz shogirdlardan faxrlanib yuradi. Qayerga borsa faxrlanib gapiradi. Chunki shogirdlar ustozlarni yuzini yerga qaratmagan. Shogirdlarni qayerda ko'rsin, qayerda bo'lmasin maqtab gapiradi. Chunki hozir mana shu shogirdlaringiz bobo, momo bo'lgan. Albatta bir makamani yoshilisi bo'lgan, oilani boshi, hozir navaralarni uylantirib, avaralarni ham ko'rmoqda bular. Ilohim ustozlarimiz doim sog' omon bo'lsin. Shogirdlarni baxtiga sog' bo'linglar. Ilohim mana shu ustozlarimizni umrlariga umr, yoshlarga yosh qo'shilsin. Yana bir bora diydorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Yana bir bora 45 yillik yubiley barchangizga muborak bo'lsin. Yozgan edik birga darslarni, kutar edik tanaffuslarni, sog'inaman bugun sizlarni. Omonmisiz sinfdoshlarim, omon bo'ling sinfdoshlarim. Marhamat. Mana hurmatli o'quvchilarimiz, barimizga assalomu alaykum. Mana yuzlarimizni ko'rib juda ham quvonib turibman. Hammangiz o'z o'rinlaringizni topib, mana oqtiq, chovliq ko'ryapsizlar ayrimlarimiz. 45 yildan keyin mana uchrashib o'tirgan ekanmiz. Mana buni tashkil etib o'tirgan o'l qizlarimizga katta rahmat.
Sebebi bunday o'tirishmani diydor ko'rishni tashkil etuvdim o'zim ansat emas. Shuning uchun ham sizlarga birinchi tilagim og'izbirchilik bo'lsin. Oilangizda baxit bo'lsin, qo'shoqlaringiz bilan qo'shaqaringizlar, aqtiq chovliqlaringizni ko'ringizlar, shularning qiziqlarini ko'ringizlar. Har bir ishlaringizda birdayna omad bo'lsin, yuzlaringizdan kulki ayrilmasin. Elimiz paraxat bo'lsin, davlatimiz mahkam bo'lsin, daryomizda suv ko'p bo'lsin, og'izbirchiligimiz mahkam bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta bizni maktabimizning direktori To'xtar boyamiz. Sog' bo'ling. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ilohim mana shu shogirdlarni baxtini ko'rib yurmoq nasib qilsin. Kim eplardi a'lochilikni, kimdir esa navbatchilikni, bilmas edik xafachilikni. Omonmisiz sinfdoshlarim, omon bo'ling ustozlarim. Marhamat. Assalomu alaykum. 80-yilga bizning o'quvchilar. Sizlarni bugungi kecha bilan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik, omonlik, tinchlik, og'izbirchilik tilayman. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Chiroyli qarsaylar uchun rahmat. Qarsay chalgan qo'llar dard ko'rmasin. Hozir ustozlar oradan 45 yil o'tdiki, mana shularni sho'xliklari esda qolganmi? Dilarom opa, esda qolganmi? Gulchehra opa, esda bor-a? Albatta, eslab o'tamiz. Bu shusi bilan qiziq. Eslamasangiz u qiziq bo'lmaydi. Eslash kerak albatta. Dunyoni lol qoldirdik, dilga sog'inch soldirdik, ko'zga yosh oldirdik. Sog'indim sinfdoshlar. Albatta sog'ingandan keyin mana 45 yil deganda diydorlashib turibdi. Har yil diydorlashib turish kerak albatta. Muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilarim. Assalomu alaykum. Avvalambor 45 yil o'tibdiki, sizlarning yodingizda bizlar turgan ekanmiz. Men uyda o'tirib, oqshom shu eshitilganda, "Dilarom opa, shu maktab administratsiyasi hali bolalarning yodida turib ekan. Ming rahmat" deb o'ylab qo'ydim. O'zi kelish niyatim ham yo'q, chunki yoshimiz ham o'tgan. Endi jim o'tiring, jim turing. Endi men ne maqsadda keldim? Men aytdim, qo'y boring, bolalar borgandan keyin meni ko'rib, bular qadimgi maktab davrini eslaydilar. Bir-birlari bilan qanday munosabatda bo'ldi, o'qituvchilar qanday munosabatda bo'ldi. Bizlar bo'lmasak, yodimizga tushirmaydi. Bizlarni ko'rsanglar, Xudo bilsin, ne ular o'tib turibdi yodlaringizdan. Rana ne ular o'tib turibdi yodlaringizdan. Rana men bir jempir kiyib keldim, qizil. O'tishsizki, sen voyenniy kabinetdan chiqding. Shuytib men yerimda bir to'qilgan narsa bor edi. Muallim, yeringizga niyoya asilib turibdi, yoshib turibdi deding. Yodimda bormi? Men bu o'zining nesi bu to'qilgan narsasi dedim. Hali meni yodimdan chiqmaydi. Endi buni tashkil etganlarga, bunday etib og'izbirchilik bo'lganlaringizga 45 yildan keyin maktabni eslaganlaringizga ming rahmat. Hammangizga men mana ayrimlar tanimay qolib Endi o'zim ham shu darajada bo'lganchalarman. Endi bu tabiiy narsa. Sizlarga o'zbirchilik, omonlik, sog'lik, oilangizda xotirjamlik tilayman. Xudoyim mana o'lingizdan, qizingizdan, aqtiqchavliklaringizdan ne niyatlaringiz bo'lsa shuni ko'ring. Qartayganingizda shu o'l qizlaringiz sizlarni suyanchingiz bo'lsin. Shunda sizlarning yoshingizga yosh qo'shiladi. Aql bersin farzandlaringizga, uyingizdagi turmush o'rtoqlaringizga, kelinlarga, bolalarning kelinlarine aql bersin. Shu aql bo'lsa, reja bilan ish tutsa, hamma narsa yaxshi bo'ladi. Oxiringiz obod bo'lsin. Bizlarning ham oxirimiz obod bo'lsin. Darrov sizlarni eslab yurish nasib etgan. Rahmat. Tashkilotchilarga rahmat. 45 yildan keyin bizlarni shunday
Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana esladi ustozimiz. Gulchir opamiz hozir men aytib tashlayman, hamma narsani aytaman deb turibdi. Bularni sho'xliklarini aytaman deb shaylanib turibdi ustozimiz. Qani Gulchir opa? Avvalambor mana shu yerda to'plangan aziz o'quvchilarim, sizlarni 45 yillik shu yubiley an'anangiz bilan tabriklayman. Qarab tursak, endi siz maktabdan bitirgan vaqtingizning o'zina 45 yil. Uning yonina 16 yoshingizni qo'shsak, siz ham ancha hayotning bir qiziqlarini ko'rib qolgan ayol, buva, bobojon bo'lib qoldinglar. Endi mening eng bir qiziqarli xotiralarim, eng qiziqarli damlarim ko'pincha Gulora sinfdoshim bir sinfda o'qidik. Shuning klass bilan paxtaga bordik, o'taqqa dars berdik. Men qattiq esimda qolgan. Endi bu hammangizning ismingiz, jismingizga loyiq. Hech biringiz bir-biringizdan kam emassiz. Siz o'ylamang, bular 70 ga chiqsa ham, 80 ga chiqsa ham bizlar tanimay qoladi deb. Lekin har biringizning ko'z qarashingiz, ko'rinishingizdan familiya ismingizni ayta olamiz. Endi bu bizning xotiramiz. Mana yaxshi bir tilaklar bildirib sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Shu o'rinda mening ko'zimga bir Najmiddin degan o'quvchim ko'rinmadi. Maqsud degan o'quvchim ko'rinmadi. Endi bir qiziqarli bir xotiralardan biri paxtaga borib qoldik, taqdir taqozosi bilan. Shu Najmiddinning bir adati bor edi, eslasanglar, qizlarning ro'molini o'rab yuratgan. Qizlar bu yoqqa keling desam, bir vaqtlar 4 qiz edi, 5 bo'lib qolibdi. Shunday turib, men aytib, "Pana 4 qiz edinglar, 5-chi qiz kim?" desam, "O Najmiddin, menman qo'ychi." Qizlarning orasida yuribdi. Endi mana qizlarning eng bir shu vaqtdan ham hech qaysingiz hayotda kam bo'lmabsiz, mana yaxshi yutuqlarga erishgansiz, bolali, chaqali bo'lgansiz. Mana Orzugulning she'r yozishga iqtidori bor edi. Shu tez kelib she'rlarni olib kelib ko'rsatib turadigan edi, maslahat etib, mana shu she'r yozdim Gulchir opa, qanday maslahat etasiz deb. Mana Gulnora klassning eng donishmand, aqllisi edi bu. Eng aqlli desa, hamma gapni shu bilib, shu boyevik edi kichkina vaqtdan. Rahatay bilan chiqar edi, eslasanglar. Ana shunday ko'p qiziq aytiladigan ham xotiralar bor, aytilmaydigan ham xotiralar bor. Shuning uchun yaxshilarni esladik. Yana bir uchrashganimizda xatoringizdan kam bo'lmag'aysizlar. Bundan ham qiziq xotiralarni esimizga tushirib kelganmiz. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Hayotda odam bo'lish qiyin degan gap bor. Nechun qiyin ekan bu degan savol tug'ilib qoladi. O odam bo'lish uchun nima qiyin? Ustimizga kiyim kiysak, galstuk taqsak, muomalani to'g'ri keltirsak degan gap bo'ladi. Yo'q, odam bo'lish uchun hayot sinovlaridan o'tish kerak. Mana hayotda hammangiz o'zingiz bilasiz, kimdir sizga namuna, kimnidir yaxshi ko'rgansiz, kimnidir shuni hurmat etib, kasbini egallagansiz. Shuning uchun sizda odamiylik bor, sizda insoniylik bor, sizda birov-birovga ko'rsatadigan mehr oqibat bor. Mana shu mehr oqibat bo'lmasa, biz bu davrada kelmas edik, bir-birimizni eslamas edik. Avvalambor shu mehr oqibatimiz uchun sizlarga katta rahmat. Bundan ham chiroyli bo'ling aziz o'quvchilarim. Sizlarning yuzingizda ham vaqtida yaxshi tilak ko'rganmiz, Xudoyim. Sog' bo'linglar. Rahmat Gulchir opa, tilaklar uchun ijobat bo'lsin. Yana bir bora barchangizga bayram muborak bo'lsin, quvonchli kun muborak bo'lsin. Gulora opa, sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat, menga shu silab chaqirgan ekansizlar, 45 yillik yubileyga rahmat hammangizga. Hammangiz baxtli, taxtli bo'lgaysizlar, bolalaringizning rohatlarini ko'rgaysizlar. Endi nima deyman, shu o'zlarimizning birinchi o'qishni bitirib kelgandan keyingi berilgan klasslarimiz bo'lgandan keyin o'quvchilarimiz bo'lgan so'ng shu vaqtda bizlar sizlardan juda yaxshi ko'rganmizda. Dab o'zlarimizning ukalarimizday, o'zlarimizning singillarimizday ko'rganmiz. Bizlar sababi endi birinchi bitirib kelgan vaqtlarimizda sizlarni berdi bizlarga. O'quvchi etib. Rahmat sizlardan shuncha chaqirganlaringizga,
Nagulchira bilan bizlar birga sinfdoshmiz, ham o'qishda da birga o'qidik. Bu ana tilda, men matematikada. Kelgandan keyin bir maktabga keldik. Kelgandan keyin doktor bayag'alar bizlarga yordam berdi. Ya ustozimiz bizlardan doktor bayag'alar yordam berdi bizlardan kamsizliklarimizni ishlavga. Rahmat hammangizga, niyat etgan bo'lsanglar, hammangiz niyatlaringizga yetkaysizlar. Rahmat. Aka rahmat. Qarsaylar rahmat. Chiroyli qarsaylar bilan olqishlab turamiz. Yana bir bora ustozlarimizga bayram muborak. Shogirdlarga ham bayram muborak. Alloh nasib qilib mana shu shogirdlarni 50 yillik, 60, 70, 80 yilliklarda ham tani sog'likda, omonlikda diydorlashib, mana shu yerga kelib tabriklab turib, ularni sho'xliklarini aytib turmoq Allohim nasib qilsin. Ana endi Xudo xolasa shogirdlarni sizlarga atagan sovg'alari bor. Sovg'alarni chiroyli musiqalar sadolari ustida topshiramiz albatta. Ustozlar, sovg'alar muborak bo'lsin. Sizlar undan-da yaxshilariga arzisizlar albatta. Ataganning oti ulug' deydi. Ilohim mana shu shogirdlaringiz baxtingizga sog' bo'lsin. Ana endi ustozlar shogirdlarini ham o'zlarini aytadigan tilaklari bor. Xudo xolasa shogirdlaringizni hoji ota, hoji onalari ham bor. Qolganlari ham biz ham ilohim hoji ota-yu hoji ona bo'lmoq Allohim nasib qilsin. Mana shu yerda Ro'zimat akamiz bor, hoji ota. Orzugul onamiz bor, hoji ona. Qolaversa Ra'no opamiz, Bahrom akamiz bor. O'zlarini chiroyli dil isteklarini sinfdoshlariga, ustozlarga yo'llayman deb turgan mana shu shogirdlaringizni ham tilaklarini eshitsak. Ro'zimat aka, keling. Bismillahirrahmanirrahim. Allohim mana shukrlarga yetirgan ekan. Birinchidan ustozlar sizlarni ko'rib quvondik. Allohim sizlarga uzoq yosh bersin. Shu qartayingizda bolalaringizdan, aftoq cho'liqlaringizning rohatlarini ko'rib o'rishdi. Muyassar qilsin. Sizlardan ta'lim oldik. Xudoga shukr, sizlarning bergan ta'limlaringiz bilan mana shu yerda o'tirgan, yurgan mana shu ulug' qizlar hammasi sizlarga rahmat aytadi. Shu Allohim sizlarga orzu niyatlaringizga, murod maqsadlaringizga yetiravergay. Ne tilaklaringiz bo'lsa yetirgay. Mana shu yerda qolaversa shu sinfdoshlarimiz shu tilakni aytaman. Xudoyim bularning umri haj ziyoratlarini borishni nasib etsin. Bolalaringizdan aftoq cho'liqlaringizning rohatlarini ko'rib o'rishni muyassar qilgay. Uzoq yosh tilayman. Eng birinchi sizlarga sog'lik tilayman. Allohim Xudoyim sog'lik bergay. Iymonda bo'lgaymiz. Soliqa farzandlarni ko'rishdi, aftoq cho'liqlarni ko'rishdi. Allohim muyassar qilsin. Mana arzuqim. Assalomu alaykum. Mehribon, hurmatli ustozlarim. Ustoz otangday ulug' deydi. Bizlarni shuncha tarbiyaladingiz, ta'lim berdingiz. Sizlarning ta'limingiz orqali Allohim yo'llarimizni ochdi. Hammalarimiz o'qidik. Boringizga shukr. Katta rahmat. Hamisha Xudoyim Allohim panohida bo'linglar. Men bu yerda 45 yilda uchrashgan sinfdoshlarim, hammalaringizni Allohim panohida asrasin. Hammalaringiz hajga borib, hojatda, hojona bo'linglar. Ustozlarim, sizlarga ham uzoq umrlar tilayman. Sizlarga ham shunaqa yaxshi kunlar hammangizga nasib aylasin. Hech qachon bundan keyin ahilligimiz bordi keldimiz, yo'qolmasin, uzilmasin. Hammamiz ahillikda tez-tez ko'rishib turish, ustozlarni yod qilib turish barchamizga nasib aylasin. Parvardigor barchamizni mana shu yerda turgan sinfdoshlarim, ustozlarim, hammalaringiz Kabatullohni Alloh uyini, Madinani payg'ambarimiz ravzasini ko'rishda hammalaringizga nasib aylasin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sizlarni Alloh uchun yurakdan hammangizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Rahmat. Qarsaklar eshitilmayapti nimagadir. Rahmat. Qarsak bilan go'zal. Ba'zan she'ru ertak o'qirdik. Goho xato qilib tik turdik. Bilmam endi nega ulgurdik. Omonmisiz sinfdoshlarim,
omon bo'ling sinfdoshlarim. Ran opam she'r aytaman, xudo xolasa yoshliklarni eslayman deb turibdi ustozimiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar, sinfdoshlar. Barchangizni bugungi bayram shodiyona kunimiz bilan tabriklayman. Hammalaringizning ishlaringizda, oilangizda yaxshi katta muvaffaqiyatlar tilayman. Ustozlik kasbi shuncha mashaqqatli kasb ekanini o'zlarimiz ham ustozlarning izidan borib bildik. Gulchehra opam shuncha tilcha bo'lsam ham meni maqtamadi, ha? Ana sizning aybingiz ustoz. Maqtasangiz bo'ladi-ku. Voy. Meni xafa qilib qo'ydingiz-ku. Meni Ali og'am mening ustozim. 5-sinfdan boshlab 4 kilga Nukusga olib borgan, jo'rasining uyida yotirgan. O'g'li qizlarning orayog'ining orasidan o'tib ketasan deb meni basketbolga olib borgan. 40 yoshgacha meni voleybol komandasida kapitan komanda bo'lib yurdim maktabda o'qituvchilarning. Bir qo'ldan 15 podachini o'tirdim. Ana shu deb maktab 1-o'rin oldi rayonda. Endi maqtaganingiz o'tmaydi. Yaxshi. Shu ustozlarimiz ham mingdan-ming rahmat. Mana shu bizlarni hazilg'o hammasi. Shuncha voyaga yetkazib, menaka katta ishlarda, katta oilalarning boshlig'i, mana qizlarimiz, yigitlarimiz hammasi o'nib o'sib, aqtiqchovliqli bo'lib o'tiribdi ko'bisi. Oramizdan ketgan ustozlar, oramizdan ketgan sinfdoshlarimizning ruhlari shod bo'lsin. Bugunimizda shukr, menaka shu sizlarning bergan bilimingiz, ta'lim tarbiyangizning orqasidan shu kunlarga yetib keldik. Mana shukr Xudoyima. Hammangiz sog', omon bo'linglar. Kasblaringizdan barakat topinglar hammangiz. Hazil aytaman desa maktab vaqtidagi gaplar ko'p hammasi. Mana Maqsud degan bolani 47 yil deganda bugun ko'ribman. Ha? 3 chanaqa tushirganda menga sirg'ab berding Maqsud, yodingdami? 3 chanaqa tushirganda. Onajon degan Abdulla Oripovning she'rini Maqsud yozib kelib bergan menga. Shuni paxtada yurib 7-klassda Gulchehra opam, Gular opamlar 1-yil bizlarni yotaqlarga aparganda otizda yurib yodlaganman. Anaka shuni shu Gulchehra opamlarning xatarida Dilar opam, Gular opam, To'xtabay og'am, Ali og'amning xatarida Maqsuddan mening ustozim. Abdulla Oripovning asarlarini men sevgan shoirni yozib o'qishlarga kirdim. Mana shu onajonlarni yozdim. 40 yil onajonni Abdulla Oripovni o'tganda aytib berdim bolalarga. Rahmat sen ustozga da rahmat. Hammangizga minnatdorman. Xudoyim sog' bo'ling, dunyo turgancha turinglar. Agar bo'lsaydi imkon qudratim, xazinalari bo'lsaydi izmimda, agar mehnatingiz, zahmatingiz haq hurmati, ustoz sizga qo'yar edim oltindan haykal. Rahmat. Rahmat Ranopa, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tanitgandi maktab bizlarni, shohu shodon o'g'il qizlarni. Sog'inaman bugun sizlarni, omonmisiz sinfdoshlarim, omon bo'ling sinfdoshlarim. Bahrom aka o'zining chiroyli tabriklarini bildiraman, yo'llayman deb turibdi. Sizga yana bir bora muborak bo'lsin. Ilohim 50 yillarni ham nishonlab o'tirmoq barchangizga nasib qilsin. Rahmat hammaga. Mana hozir ustozlar shunday bir yaxshi gap aytdi. Mana bizlar Xudoga shukr, mana bugun 45 yillikni ko'rib, buning sababchisi birinchi endi erkaklar boshlash kerak bu narsani. Mana Zivar bilan Erkinay rahmat shularga. Shuni tashkil etib, Bahram, Qadam, Xudoy bergan deb bizlarni chaqirib shunday bir tashkil etik. Endi yashamasmiz hammamiz. Xudoga shukr, mana 45 yil bo'ldi deb shunday bir mana Xudoga ming qatla shukr hozir ko'rib, hammani ko'rib quvonasan odam. Nega desa birga o'qidik, yana aytganday paxtalarda
Şu mene Tohtar ağamlar şu ta'lim berip, mene Ali ağam şu kolunda şu dışçılara katınıp mahsus bilen Orazov bilen ekövümüzde 77-ci yıl mıydı? 70-ci yıl açılıp mene Dilara apam Angeliski neden berip Gülçer apam edebiyat özlemizden Gülar apam şu kuratör bolup şunday bir mene bugün kuvançtamız Xudayım ana şu kuvançlar uzağına yetirgey Xudayım. Hemmen istem Xudayım. Mene ustazlarımız sağ boğay Xudayım. 100 yaşlı görüp Ali ağam mene ucu yüzge qarap gitti. Xudayım yüzü görgen vaxtında bizlerem şu barıp təbriklep 100 yaşınız qutluk bolsun deb oturgaymış şunday insanğa. Mene şu devrede turgan mene sinftaşlarımız, kızlar, ballar, hemmeniz Xudayım ballarınızdan, kızlarınızdan, artıq çoğuluklarınızdan, mene Satınbay ak çoğuluklu buldu, çoğuluğu 2 yaşında. Artıq balasını üyləntirir. Bu an bir bizler için Xudayım hemmege nasip etkey çoğuluk bu körü. Şu bu Xudayım baxtımızga ustazlar sağ bolsun, sinftaşlar Xudayım sizler sağ boğaysılar. Rahmat, tilaklar ijobat bo'lsin. Ana endi ustozlar mana shu oramizda yo'q sinfdoshlar ham bor ekan. Ularni xotiralab, eslab, ular uchun bir daqiqa ustozlar bor albatta. Ularni eslab bir daqiqa sukut saqlab bersak, albatta mana shu yerda Xolmurat akamiz, Ashru akamiz, Haybulla akamiz, Baxtiyor akamiz, Ergash akamiz, Olmagul opamiz, Rahat opamiz, Sanamjon opamiz, Jumagul opamizni yotgan yerlari yoru, joylari jannatdan, oxiratlari obod bo'lsin. Ilohim ularning ko'rmagan kunlarini o'g'il qizlari, farzandlari izida qolgan yaqin insonlari ko'rsin. Albatta Qodir akamiz bor edi. Abdiyev bizni ham ustozimiz edi. Uni ham yotgan yerlari yoru, joylari jannatdan bo'lsin. Albatta ustozlarimiz oramizda yo'q. Ustozlarimiz ham joylari jannatdan bo'lsin. Ularni eslab bir daqiqa sukut saqlaymiz albatta. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bora barchangizga 45 yillik yubiley muborak bo'lsin. Endi bizlarning ne bo'lsam, direktorimiz bir paket yetir. Albatta. To'xtarbek aka, bir duo qilib berasiz. Sog'inchlar qalbim o'ysa, yurak bag'rimni o'ysa, Oğuz birçilik, tinchlik bo'lg'ay Xudoyim. Baxtlaring yetmag'ay. Hamma sağ salamat uchrasha bergaymiz. Rahmat. Baxtlı, devletli bolunuzlar. Xatarlarımızdan elde bolunuzlar. Ul kızlarımız baxtlı bolsun, mehri şapakatlı bolsun. Ne arzu niyetlerimiz bolsa işe aşağı vursun. Bir deyine hemme işlerimizde amat bolup uzak ömür keng devlet koşaklarından koşa qarg'ashsin. Rahmat ustozlar, sog' bo'linglar. Ana endi o'rinlarni egallaymiz va mayli, marhamat. Yadımdan chiqqan yerni ayting axir. Bu narsalarni tashkil etishning o'zi bo'lmaydi. Mana shu bugungi kechamizni tashkil etgan qadrdon do'stlarimizga, minakay Erkin Azivar, Bahiram, Qadambay, boshqa tashkilotchi bo'lgan qizlarimiz, yigitlarimizga ming marta rahmat aytaman. Kelolmay qolgan o'rtoqlarimizning atidan ham hammangizga bugungi tashkilimiz qutlu bo'lsin. O'zbirchilikdan ayirmasin, xatarimizdan kam bo'lmaylik. Xudoyim söyleyecekler bo'lsa kelib söyleyeversin yana. Jamila. Rahmat tashkilotchilar xizmatlaringiz uchun hammangizga. Yaxshi. Sog' bo'l birga Xudoyim. Hammamiz bir-birimizni oldimizda sog' bo'l birga. Ustozlarimiz bizlarning oldimizda. Mana rahmat. Jamila xonga da rahmat. Qarab tursangiz Gulchira opa, hamma narsa o'zlarimizdan mana diktorchilik ham bu o'zi bo'lmaydi. Hem laparlardan aytadi. Yaxshi ot oxirida chapadi. So'ngina qarab qanday diktor bo'lib ketdi Jamila. Shagird ustoz deb ham vaqt meni hurmatimni joyiga qo'yib beradi.
Rahmat. Rahmat. Men ustozlar bilan ko'p yaqinda ko'p didorlashib turaman. Bu ustozlar bilan birgalikda mana shu 30, 35, 40 yillik yubileylarni ham nishonlab kelyapmiz. Mana shu tashkilotchilarga yana bir bora o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tashkilotchilar omon bo'linglar. Mana shunday tashkillarni ko'p qilib turinglar. Ana endi sinfdoshlar uchun sinfdoshlarim bo'ladi, mazza qilib o'ynaydi, xohlasa o'tiradi, mazza qilib yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha tilaymiz. Yana bir bora 45 yillik yubiley barchangizga muborak bo'lsin. Sinfdoshlarim, mening aziz sinfdoshlarim, muborak bo'lsin sinfdoshlar. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni, bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz, sog'intirdi bolalikni. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni, ey bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz, sog'intirdi bolalikni. Hey do'stim, sog'indingmi bolalikni? Hey do'stim, sog'intirdi bolalikni. Bir do'stim bor qarindoshdek bo'lib ketgan, bir do'stim bor boyliklarga to'lib ketgan, bir do'stim bor hozir musofirlikda, oramizdan yuragimiz yulib ketgan. Bir do'stim bor qarindoshdek bo'lib ketgan, hey bir do'stim bor boyliklarga to'lib ketgan, bir do'stim bor hozir musofirlikda, oramizdan yuragimiz yulib ketgan. Hey do'stim, sog'indingmi bolalikni? Hey do'stim, sog'intirdi bolalikni. Rano ko'makka bo'ling. Alloh ayirmagin meni do'stlarimdan, xabar olib turarkan u ko'zlarimdan. To'y bazmda chin do'stlarim davra naqshi, bu dunyoda nomard do'stdan dushman yaxshi. Alloh ayirmagin meni do'stlarimdan, xabar olib turarkan u ko'zlarimdan. To'y bazmda chin do'stlarim davra naqshi, bu dunyoda nomard do'stdan dushman yaxshi. Hey do'stim, sog'indingmi bolalikni? Hey do'stim, sog'intirdi bolalikni. Ana endi Xorazmcha qo'shiqlarga o'ynaymiz. Marhamat opalarimiz uchun. Ahey! Ahey! Canım shularım. Bastım köçeni yoluna, bir bala götürdü koluna. Bastım köçeni yoluna, bir bala götürdü koluna. Köçesine karattı, vurdum maşını rölünü. Köçesine karattı, vurdum
yanaştı, heves bilen karaştı. Ne buldu de soraştı, heves bilen karaştı. Maşinanın içinde yaman özüme yaraştı. Maşinanın içinde yaman özüme yaraştı. Maşina verdim taho, gölgele dedi oho. Maşina verdim taho, gölgele dedi oho. Könglimіз şuna baylanıp, yola çıkadı şeylanıp. Könglimіз şuna baylanıp, yola çıkadı şeylanıp. Çıkalanı mindirip, aylanıp geleli aylanıp. Çıkalanı mindirip, aylanıp geleli aylanıp. Ahmet kuşu kundu başa, başka işlerini taşa. Ahmet kuşu kundu başa, hemme işlerini taşa. Hazreti boynak gülüp, yaşasan şun dedip yaşa. Hazreti boynak gülüp, yaşasan şun dedip yaşa. Maşina verdim taho, gölgele dedi oho. 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 Rahmat, sağ bo'linglar. Endi o'tirib taomlarni yeb, bir izidan yana o'yin qilamiz, xudo xolasa. O'yinlarga taklif qilamiz endi, o'tirmasdan mazza qilib o'ynaymiz. Ahey, ahey. Sabiyani tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Yubiley muborak bo'lsin. Sevgen yarın var eken, kaytıp gelme yanıma. Sevgen canın var eken, kaytıp gelme yanıma. Kadrımını bilmedin canım, dallar yığlarda adıma. Kadrımını bilmedin canım, dallar yığlarda adıma. Gitsen gitever indi, ana sana oluyor. Mene zorunu tapsan ey, canım indi baklı bul. Gitsen gitever indi, ana sana oluyor. Mene zorunu tapsan ey, canım indi baklı bul. Silemende baldadın, vaktın her gün çağladın. Silemende baldadın, vaktın her gün çağladın. Nefsin bulup başına bela, indi gözün yaşladın. Nefsin bulup başına bela, iki gözün yaşladın. Gitsen gitever indi, ana sana uluyor. Menden zorunu tapsan ey, canım indi baklı bul. Gitsen gitever indi, ana sana uluyor. Mene yaşını tapsan ey, canım indi baklı bul. Her zigil apa. Aşıkların köpeğin, safta sevgi sanında. Mekirle oylap taptın ey, girip alıp canımda. Aşıkları köpeğin, safta sevgi sanında. Mekirle oylap taptın ey, girip alıp kanımda. Gitsen gitever indi, ana sana uluyor. Menden zorunu tapsan ey, canım indi baklı bul. Gitsen gitever indi, ana sana uluyor. Mene yaşını tapsan ey, canım indi baklı bul. Mene canımını yaktın, dirile gömüp baktın. Mene canımını yaktın, dirile gömüp baktın. Kaytıp gelsen göresin, özüne layıkını taptın. Kaytıp gelsen göresin, özüne masını taptın. Gitsen gitever indi, ana sana uluyor. Mene zorunu tapsan, canım indi baklı bul. Gitsen gitever indi, ana
sana ulu yol. Mene zorunu tapsan ey canım indi baklı bul. İcralarım meseyle gel ey melek. Zor istedim varlığının bir derek. Koygul yarım canım yürüme bir derek. Gel bağrıma yolunda kılma helek. Gel bağrıma yolunda kılma helek. Sana men gerekmem bana seni gerek. 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 Gelin Şalman abla. Gelin. Aha. Yolun hecrim bağrım bir yan etiptir. Candan ot yeken yitip gitiptir. Takdirimiz bağlasak ne yetiptir. Takdirimiz bağlasak ne yetiptir. Tapmayı seni başım yolundan helek. Tapmayı seni başım yolundan helek. Bana sen gereksen bana seni gerek. Sana men gerekmen bana seni gerek. Sana men gerekmen bana seni gerek. Sana men gerekmen bana seni gerek. Ay ay. İyi. Erteyi geç yollarında yüzlerin. Zaferine buldu gitti güzlerin. Erteyi geç yollarında yüzlerin. Zaferine buldu gitti güzlerin. Nahat yeti barmasız azizim. Nalaları tola yürek sırlarım. Nahat yeti barmasız azizim. Nalaları tola yürek sırlarım. Şimiş koşup bal veremen yeseniz. Yürekine cay veremen gelseniz. Navat koşup çay veremen iseniz. Yürekine cay veremen gelseniz. Devre alın oynalı, lezzet salın oynalı. Devre alın oynalı, lezzet salın oynalı. Lezgi çalın oynalı, oynap kalın oynalı. Lezgi çalın oynalı, oynap kalın oynalı. Devre alın oynalı,
vahay vahay. Devre alın vahay vahay. Lez yetişin vahay vahay.